Men shu mazdan foydalanib, oyog'im tizzalarimga surtdim. Rosa yaxshi foydasi bo'ldi, effekti katta bo'ldi. Buni ko'tarib borib, dedomlarga ham tutdim, rosa yaxshi natijada bilindi. O'zing Og'riqqa ham mumkinmi desam, mayli deyishdi. Tutdim, 86 kirgan dedomlarni bo'ynilari ancha yaxshi, boshlarini ko'tarishlari yaxshi. Oyoqlariga tutdim, foydasi yaxshi bilindi. nima xursandsiz, Xudo xolasa. Xursandmiz, yana qaytib davobkasi bilan yana 3 ta o'rgat chiqdi. Narsachi, qanchada bilintirsiz tutganingizda, o'zingizga, bo'g'imingizga? 3 marta sutaganimdan keyin bilindi. Bir kunda 2 mahalda sutadim, ertalabda o'ralib yotdim, sutab qizdirdi, rosa o'ylabdi. Keyin kechqurun qilib yotdim. Shu bilan ertasiga bir mahal sutaganimdan keyin og'riqlar polna yo'qoldi. Shom yana sutasam bo'ladimi, davom qilsam bo'ladimi, ziyon yo'qmi deb chiqdim. Rahmat opa. Dengenene sog' bo'lsin. Shunchalik og'riqlarimizga shifo topilmayotgani uchun ham Allohdan so'raymiz, avvalambor Alloh madad qilsin. Rahmat opa.